Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi jodu mahsulotlarimiz tayyor bo'ldi. Chorvador akalarimiz uchun bedalar yoki pohol, somonlar keskani juda qulay apparat. Bu bilan tanishtirib o'tamiz. Mana bu tig'lari almazni diskdan kesib olingan. 5-6 mm, 6lik deyiladi. Almazni diskdan kesib olganimizda sababi uncha-munchaga qaytarilmaydi. Ya'ni o'ta ham qattiq metal. Mana bunday katta almasni diskdan kesib olganmiz arradan. Xo'p. Ikkita pachimligi bo'ladi. Mana shu turbani u yog'ida ikkita pachimlik. O'z legirovka qolsa ham bo'ladi. Ya'ni ozgina qattiqroq, yumshoqroq qilish mana shu bolt ekani bo'shatib qatirishdan hosil bo'ladi. Hozir bu narsalarni kesib ko'rsatamiz. Mana hozir yumshoqroq, qattiqroq, yumqaroq narsalarni ham kesib ko'rsatadi. Eng yupqa narsamiz bu plyonka. Mana plyonkani kesib ko'rib turganimizdek. Tig'i juda ham o'tkir buni aka. Endi nima kesyapsiz? Tunuka. Mana qattiq profinasa tunukasini kesib tashlayapti. Chaynagan yo'q, eng asosiysi va mana bu qog'oz. Qog'oz mahsulotini ham bemalol kesa oladi. Mayda bo'laklarga bo'lib tashlaydi. Bakalashlarni ham kesaveradi. Xohlagan yo'liga. Hozir bizda o't topilmadi. O't bedalarni ham bemalol kesa oladi. Videolar davomida, ya'ni YouTube kanalimizda ko'rsatib o'tganmiz ularni. Mana bu jodimiz uzunligi 1 metr. 30 cm, balandligi 75 cm. Ya'ni bitta odamga juda ham moslashgan. Bu birinchi ishlab chiqarishimizdan ko'ra ozgina bu ixtisoslashtirilgan, ya'ni anchagina texnik jihatdan rivojlantirdik. Yana bovlarga ishlov berdik, ozgina qaytarib tik holatda edi. Pachimliklariga va boltga ekali qildik. Polniy boltga o'tib ketdik, ya'ni bo'shatib yengil mashinaning markasini olib ketgani juda ham qulay bo'lish uchun hamma joylarni boltga ekandan biz yig'ib chiqdik buni. Bundan cheklanmagan miqdorda tayyorlab bera olamiz. Nimjon materiallar ishlatmaganmiz. Hatto mana bovlarni ham qalin turbalarda ishlatganmizki, uzoq muddat sizni xizmatingizni qilishi uchun. Qolgan joylari konteyner mahsulotlari. Mana hozir qalin kabel to'p keldi ustakan. Mana shu kabelni ham kesib ko'rsatdik. Ozgina kuch bersangiz bo'ldi, bu narsani bemalol kesishga imkoniyati yetadi. Buni eng asosiy fishkasi mana shu tig'i hisoblanadi. Uncha-munchaga qaytmaydi. Mana shu narsalarni kesganimiz bilan mana tig'i ko'rib turganimizda qaytgani yo'q. Hech narsa bo'lgani yo'q. Bu tig'larga garantiyamiz bor albatta. Xudo xolasa uyaltirmaydi. Holatda. Tanlab olib ketishingiz ham mumkin yoki buyurtmaqsangiz chiqarib olaveramiz. Dastavka puli alohida bo'ladi. Mana bu qattiq yumshoqligini o'zingiz legirovka qilib olishingiz mumkin. Mana shu holatda. Bu joydan mana turbalarni ham tokenli stanokda pachimlik kiradigan qo'yinda ochib, ya'ni texnik jihatdan ancha takomillashtirdik. Pachimliklari ham o'sha arzon pachimlik va yaxshi pachimliklardan qo'yishga harakat qilyapmiz. Mana bu pachimliklarni qilamiz, shunday qoqib chiqamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga shunday jodu mahsulotlari yoki Chorvador akalarimiz uchun o'g'irlar, endi qozon mahsulotlari, garelkalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod qishlog'i. O'g'irlarni ham albatta yarim tayyor holatdagisini tayyorlab beramiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kelib yotishingiz ham shart emas, qulay shopir topib chiqarib Siz bilan men Tursun Uzoqxon bo'ldim. Keyingi videolarimiz albatta siz uchun bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat barchaga.